Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hürmetli televizyon kardeşler. Sual ve cevap namlı programımızın yeni sahne arkalık sizler bilen yeni yüz görüştük. Bugünkü programımızın aziz mehmine Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reisi Vekili Ustaz Mahmudcan Damollam. Damollam programımız hoş geldi. Allah razı olsun. Riyasetçimin Abdülahad Ucat. Hürmetli körgüçüler bugünkü programımızda sual ve cevap namlı programımızdaki bugünkü bölümde dindarlık vatan davasıga zid kelamdo degan sual hakkında to'xtalib o'tamiz. Qat'iy qilib ko'rishinglarni umid qilamiz. Hurmatli davollam, programımızın birinci sualdan başlasak. Bu şu sosyal medyada yoki xalqimizning ichida bazı bir qism kishilar tarafidan pat-pat mushu xalqninki e'tiqodiga, qimmat qarashlariga hujum qilish bilan birga, ya'ni xuddi mushu bizning dinimiz vatan davosiga ziyon elib keladigandek yoki vatan davosi bizningki mustaqilligimizga zid bir ishdak Şundaq fikirlərini taqtırdıgan ahvallar pat-pat körləb durduğamda. Bu haqda qısqacha məlumat bir ösələ bununla İslam qanda qaraydı. Həqiqətən bu şu din vatan davasıga zidmi? Dindarlıq. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu tema arqılık bizning işimizdeki, xalqimiz işideki meyli vatan davası qılıvatqanlar yoki qilmaganlar, meyli dindarlar, taqvodor musulmonlar yoki normal musulmonlar hammamizningki bu din meselesinin yoki taqvodorlikninki vatanning kurshi bilan bo'lgan munosabatning ne kadar chunqur bir munosabat ekanligini tunishga Allah subhanahu va taolo hammamizni nasib qilsin. Amin. Birincisi dindarlık vatan davosiga zid kelamdi degan savol. Bu yerdagi dindarlık tabiiy holda biz Uyg'urlar, musulmonlar haqida gap qilayotgandan keyin biz islomda kelgan taqvodorlik mushu maqsad, boshqa bir dinning gapi yo'q bu yerda. Agar boshqa bir diniy tadqiqotchi dindarlık dese bu başka dillardaki, her xil dillardaki taqvodorlikni maqsad qilyapti yoki boshqa dillardaki dindarlikni maqsad qilyapti deyish mumkin. İslam dinidan boshqa. Lekin bu yerdagi dindarlikdan bo'lgan maqsad nima desa, ya'ni taqvodor sog'lom bir musulmonni namozxon deb qo'yamiz biz Uyg'urchada. 5 namoz joyida, masalan, kiyim-kechigi, kundalik hayoti, oilasida bir islom furqi chiqib turadigan bir musulmonni biz nima deb ataymiz desa, bu dindar, yaxshi taqvodor musulmon deb ataymiz endi. Bu taqvodorlik, bir dindarlik yoki madamning musulmonligi aniq bo'lgan, uning alomatlari, musulmonlikningki alohidliklari hayotida ko'rilgan bir shaxsning hayoti vatan davosiga zidmi desa, albatta dinini bugünkü vatan davasını doğru düşüngen bir yaxshi musulmon üçün bu zid emas, belki muş dindarlıkның özü şu musulmonni, şu vatanni zalimning qo'lidan qutqizishga chaqirdigan, hamma narsani sen şu yo'lda ato qilishing kerak. Sening dindarliging, taqvodorliging mukammal to'liq bo'lmaydi. Qachon to'liq bo'ladi desa, vatanni zalimdan, tajovuzdan qutqizish uchun kurash qilgan vaqtda andın tuluq buludu deb şunudu. Nima şun desa, Allah subhanahu wa taala Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karimda neçiyada bu ziminning o'zini, ya'ni bir inson yashagan ziminni şu insonning nafsi, ya'ni jini bilan barobar o'rinda qo'ygan. Jan qandaq muhim bo'lsa, zimin mucho shundaq muhim. Şu oyatlarning biri ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منكم. Eğer biz ularga sınaş üçün sizler üzerinizi öldürünler.
Üzəңilni o'ltiringlar. Yoki ma jutingildan chiqib ketinglar deb mushuni biksak, farz qilsak, ularning ko'p qismi buni qilmaydi dedi. Demak, bu yerda Alloh subhanahu va taolo mush oyatda nimani birisi bilan selishtiryapti desa, inson yashagan zimin bilan shu insonning genini, hayotini birga sanayapti. Demak, buningdanmi bir musulmonga nisbatan bu musulmon tug'ilgan ziminning naqadar muhimligi chiqadi. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo bütün dünyadaki insanlar bilan qanday muomala qilish, musulmonning siyosati, boshqalar bilan bo'lgan munosabati qanday bo'lish kerak deb ikki xil prinsip ketgan. Shu prinsipning birisi qaysi desa, dinni deb sizlar bilan urush qilgan, sizlarni ziminingizdan chiqarib o'tgan kishilarni do'st tutish bu musulmonlik emas. Allah bunu çeklaydı degan. Yani innama yanhaakumullahu anillezina qataluukum fid-din ve akhrajuukum min diyarikum ve zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum ve men yetawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah subhanahu ve taala iyi müminler silahını tusaydı, çeklaydı. Nimeden çeklaydı desa, silahının dininiga qarşı silah bilan urush qilgan kishilarni ve silahını jutonuldan qo'g'lab chiqargan kishilarni yoki silahını jutonuldan qo'g'lab chiqarishga yordamlashgan kishilarni silahning do'st tutishinglardan silahni cheklaydi. Silahni tusudi. Kimki silahning dininglar bilan kurash qilgan, ya'ni dininglar qarshi kurash qilgan zolimlarni, kofirlarni yoki silahni jutonuldan qo'g'lagan, jutonulda xotirjam yashashga yo'l qo'ymagan kofirlarni yoki shu qo'g'lashga hamkorlashganlarni do'st tutganlikning o'zi bu zulm degan. Ya'ni sizlarning ishonildan kim ashularni do'st tutar ekan, ashular shu zolim kishilar degan. Demak, buningdan dinimizda o'zimizning iymonini qo'g'dash qanday muhim bo'lsa, ziminni qo'g'dashning shundoq muhimligi. Ziminni tatqizib qo'yashning cheklanadigan ish ekanligi, imanını tatqizib qo'yash qanday cheklangan bo'lsa, ziminni tatqizib qo'yash, ziminni dushmanga berib qo'yashning ashundoq cheklangan, Allah yo'l qo'ymagan bir ish ekanligi buningdan chiqib turdi. Shuning uchun har qanday bir musulmonning iymoni qachon mukammallashadi desa, shu dini qarshi harakat qilganlarni do'st tutmaslik bilan, zimindan qo'g'lagan zolimlarni do'st tutmaslik bilan, ular bilan hamkorlashmaslik bilan, balki ularga qarshi turish bilan shu besivalingan ziminni qutqizishga harakat qilish bilan ondan insonning iymoni mukammallashadi, to'liqlanadi. Agar qanday bir odam bu yerda iymon bilan shu musulmon yashagan ziminning munosabati yo'q, ne deyasizning bo'pti deb o'zining zimini bilan kar olmaydi ekan, o'zining urug' tuqqanlari, qarindoshlari, o'zining xalqi bilan kar olmaydi ekan, u odam har qancha men taqvodor musulmon deb da'vo qilgan taqdirda buncha desa, chuqur bu odamning iymoni mukammal emas. Ya'ni bunday aytgan vaqtida bir odam, masalan biz vatandik, biz bir sharq Turkistonlik, masalan vatanda zulm bor, u yerda Xitoy dinini cheklavyotdi. U yerni tashlab qo'yib başka biraz dini erkinlik bor davlatga chiqib yashab, bu vatanning mustaqilligi uchun, vatan da'vosi uchun hech qanday asli qo'shmay, uni unutib ketib, o'zining bir kishilik hayotini yashasa, bunday odamningki iymonda cho'qim masala bor. Ma dinini tushunmagan odam u. Hijratning maqsadi nima desa? Xo'sh. Hijratning maqsadi jutdan qo'g'langan musulmonlar chet elga chiqib, şu jutqa kuchliq bo'lib qaytishga tirishchanlik qilish, o'zini tayyorlash, o'zining avlodini tayyorlash, boshqa dunyodagi musulmonlar bilan va boshqa shu zolim qarshi turadigan kuchlar bilan hamkorlashib turib, shu ziminni tatib olgan kofirga, ziminni tatib olgan tajovuzchiga qarshi turish niyatida bo'lsa, shuningga tirishchanlik qilsa, bu odam muhojir bo'ladi. Agar unda bo'lmay, men salomat chiqib oldim-ku, o'zimni qutqizib olgan ekan, u yerdagi odam bilan nima korimdi?
uyadagi jutum bilan nemkarimda men mushadi bir kişilik musulmon bo'lib yashay degan odamcho ma dinni Qur'oni Karimni tushunmagan, payg'ambarimizning hijratini tushunmagan, dinimizning qandoq mukammal bir din ekanligini tushunmagan nadan aqli joyida emas insonningki o'ylash yo'li shu. Aqlliq dinni yaxshi tushungan odamcho desa, chuqum musulmonlar yashagan zaminning islom zamini ekanligi, bularning bu zaminni qo'g'dash har bir musulmonning gadiniga farz vojib ekanligini biladi. Şu alimlerimiz nima degan desa, bir odamningki musulmon bo'lish uchun davlatning bo'lishi, zaminning bo'lishi shart emas. Lekin şu musulmonlikning qilib qilish uchun, şu iymonning bir rayonda qilib qilish uchun davlatning bo'lishi shart degan. Demek ki o gün nima desa, kafirdim bizse hazır, bizden vatandan çıkan komünistim bizse deyle. Komünizm itikattaki bir adam, %100 komünist, lekin chet elga chiqib musulmonlikni ko'rib, islomning haqiqatini tunib, musulmon bo'pti. Musulmon bo'lsa, bu musulmon bo'la oladi. Xo'sh. Lekin shu musulmon bo'lgan odamning dinining avlod qilib qilish uchunchi nima bo'lish kerak deysiz? Zamin bo'lish kerak bu yerda. Davlat bo'lish kerak. Bunda bo'lmasa bu qilib qolmaydi. Mana bizning vatanimiz tarixdan bu yan xalqimiz musulmon bo'lgandan boshlab 1000 yildan oshiq vaqt islom zamini bo'lgan. İslam bilan bu xalqning urf-odatlari kundalik hayot yugurilib ketgan, xuddi qon bilan go'shtdek bo'lib ketgan bir xalq. Mush xalq bugungi kunda davlatsizlikdan vatanimizda nimaga duch kelyapti desa, dinsizlashtirishga, islomdan chiqarilishga, yosh avlodlarning kommunizm tarbiyasi bo'yicha tarbiyalanishga majbur bo'layapti. Nima uchun majbur bo'layapti desa, mushu vatansizlikdan, davlatning bo'lmaganligidan. Agar shu yerda davlat bo'lgan bo'lsa desa, chuqum bu islom dini xalqimiz ichida mangu qilib qoladi. Yana inshaalloh qilib qoladi. Nurg'un bishoratlar mushunda bugünkidek eg'ir kundimi nurg'un xalqimiz ichida o'zining musulmonligini qo'g'dab qolish, saqlab qolish uchun nurg'un tirishchilik qilayotgan xalq chuqum vatanimizda bor va chet eldimi tabiiy holda bor. Shuning uchun bu masalada biz qat'iy biyadalik sun'iy bir zidlikni paydo qiladigan gap so'zlar yoki zidlikni paydo qiladigan maqola bijnas yozish bularning hammasi bizning vatanimizni, xalqimizni to'g'ri tushunmaganlik, bu davoni to'g'ri tushunmaganlik va shundaqla dinimizni to'g'ri tushunmaganlik bu. Biz yaqin tariximizni qaraydigan bo'lsak, bizning vatanning mustaqilligi zalimga tajovuz qilgan zalim qarshi turishda eng ko'p qurban bergan, eng ko'p jihad qilgan, emini o'zining qonini, melni atigan bergan kishilar kim o desa, asosliq dindorlar, olimlar. Shuning uchun mayli 33lik Cumhuriyet, 44lik Cumhuriyet olsun ve ondan keyingi ve burunqi Yaqub Beg'dan tatip mesela. Hammasiga qarasaqchi desa, hammasi ajoyib dindor odamni tasho. Ya'ni o'zininki mush vatanni zolimning qo'lidan tajovuzdan qutqizishning o'zi mening diniy burchim, diniy mas'uliyatim. Alloh menga mushni farz qilgan deb shu haqiqatni tungan odamni aytdi. Komünizmdan keyinmi? Xitoy besib olgandan keyinmi? Mayli Barın inqilabı olsun, mayli 97'deki hareketler olsun, nurg'un, yani yezilgan, yezilmagan. Özünü men bölüp mesela, biz bölüp mu şu 90. yıllarda ile şunu aldık yayında, çokum Xitay karşı hareket qilgan. Mayli teşkilat kuruş arkalık olsun, mayli kurallık hareket olsun, mayli hatta o ballı mektepte okuvatkan ballı olsun mu çokum dindar balla. Ben nurg'un ballarni ko'rgan, ziyoli balla, mesela o'qigan ballar, maktabdagi oliy maktabda o'qigan, hammasi degidek ish qilganlar kim o desa, hammasi dindor besh namoz ballar. Hali arg'i ichib, tomoq chekib yurdigan, manda igizbas odamlardan biz bo'lib, mesela xalqimizda yozganlar yo'q, paloni haraqkesh manda Xitoyga manda qarshi turgan, manda botirlik qilgan deganni meningcha xalqimiz eslayolmaydi. Chuqum nerede olsa hatta o mesela alayida din o'qiganligi bakjiq
din okumay ali maktabda o'qib Xitoy qarshi turganlimicho desa, surishti qilib kelsa, yaxshi taqvodor musulmon balla. Besh namoz balla. Cho'qim haraq sharabdan, qalaymqon so'rindan shiroq balla ashni qilinglar. Shuning uchun bu dindarlik vatan davosiga zid deyishning o'zi bu islom dinini tushunmaganlik, bizning xalqimizningki tarixdan buyon zolim qarshi, bu tajovuzga qarshi kurash tarixida kimlarning bu kurashni qilganligini yaxshi o'ylanmaganlik, yaxshi tadqiq qilmaganlik bu. Shuning uchun biz bugungi hayotimizni qaraydigan bo'lsak-mu, hatto chet elda biz masalan Yaponiya deymiz, Yevropa, Amerikada nurg'un odam bor. Necha ming odam bor. Masalan, necha ming odamning ishidan vatan davosi qildiganlar qanchalik? Nayt cheklik. Biz o'ylaymizki, shu nurg'un odamning vatan davosi qat'iy aralashmaganligi hozirga qadar nima sababdan bo'lgan deysiz? Cho'qim bularning ko'p qismining dindan yiroqlab ketganligidan. Dindan yiroqlash orqali o'zining kimligini yo'qotganlikdan, shuning bilan andin shu jamiyatdagi insonlar qanday yashasa shunday yasab, hamma mishar erki yashayotgandan keyin, xotirjam turayotgandan keyin vatan davosi bilan nimkorim bor deb karvonmay mayli uqtirayotimiz. Har cho'ng namoyishlar bo'lsa, necha davlatdan yig'ilsa, ming odamning yig'ilishi degan bek cho'ng ishimda. Yerli xalq qatnashmay qolsa agar bek cho'ng ish ming odam, ming Uyg'urninki mayli Amerikada, mayli u ham bu yerda yig'ilishi bek cho'ng ish bu. Nima uchun ashunda nurg'un odam kelmaydi desa, nurg'un odamning diniy tuyg'usi ojiz balkim. Shu sababdan bizning umidimiz nima desa, taqa xalqimiz umumiyizlik mush davoga bir kirsa, bu davoga kirishninki eng kuchli haydakchisi nima desa, kishilarda qachoniki iymoniy tuyg'u, vatandagi o'zining qarindoshlari xalqiga bo'lgan islomiy, diniy va milliy qarindoshlik tuyg'usi qachon kuchlansa, cho'qim bu iymon u insonni o'yda o'ltag'izmaydi. Cho'qim harakat qilishga haydaydi, ündeydi. Çünkü itiqat hammadan kuchli. Şuna burunqi nurg'un olimlarning, tadqiqotchilarning, jamiyatshunaslarning gapi nima desa, nurg'un davlatlar, ya'ni nurg'un xalqlar odatda qo'rg'oni yo'q, ya to'sirgan bir chegarasi yo'q. Nurg'un xalq topilgan, lekin ibodatxonasi yo'q, millat topilmagan. Nima uchun desa, bu itiqat masalasi har qanday bir millatni qo'g'daydigan, bir millatninki kundilik hayotiga ta'sir ko'rsatadigan, inson eng muqaddas biladigan bir narsa. Shuning uchun biz sog'lom, to'g'ri tushuncha asosida dindor bo'lishga da'vat qilish, haydakchilik qilish birimizni bu bizning vatan kurishimizni alohida olg'a ilgarilashga haydakchi urdi. Turtki bo'ladi. Ve shunday qilib chet elda o'zimizning kimligini qo'g'dab qilishdi desa, cho'qim turtki bo'ladi. Hozir nurg'un odam mayli Yevropada, hatto Turkiyada masalan, Yevropada qizlardan chet ellik tegib ketayotganlar bor. O'g'illardan chet ellik boshqa millatni elayotganlar bor. Bu nimaning yo'li? Assimilyatsiya bo'lishning yo'li. Mushu qandaq oilda ko'rildi? Cho'qim dinni yiroqlab ketgan oilda ko'rildi. Her qandaq bir qiz cho'qim agar o'zining dinini yaxshi tunugan bo'lsa, dindar bir qiz bo'lgan bo'lsa, musulmon bo'lmagan bir odamga dinning bo'lishidan qat'iy nazar tegishni e'tiqod cheklaydi. Her qandaq bir o'g'il yaxshi musulmon bo'lgan bo'lsa, Yevropadami, chet eldami, cho'qim musulmon bo'lmagan necha odam bilan hayotida 14-15 yosh vaqtini tatib to'y qilg'ichilak necha adam bilan xotin bo'lib yashab baqqan unda bir ayolni elishdan onun iymoni, vijdoni cho'qim yo'l qo'ymaydi. Mush ishlarga nima sababchi bo'layotdi? Qizlarning boshqa millatga tegishi, o'g'illarning boshqa millatlarni uning dini, axloqi qaramay elish sababchi bo'layotgan narsa shu orqali Uyg'ur millatining assimilyatsiya bo'lib tugab ketishiga sababchi bo'lgan ziyon yoki omil
Nədən bulavatır deysə, dində yaraqlab ketkenlikdən bulavatır. Şunun üçün biz bütün dünyanın hər qaysı yerlərindəki xalqımızı, bizning millatimizni o'zaro birisi bilan to'y qildigan, o'zaro birisi bilan hamkorlashadigan, yot millatlarga qiz vermaydigan, yot millatlardan o'ylanmaydigan, milliy kimlikni qo'g'dashning birdan bir yo'li nima desa, o'zimizdagi dinga bo'lgan iymonni, dinga bo'lgan muhabbatni oshirish orqali haqiqiy bir musulmon oilasi bo'lish o'zimiz. Şunu bilan birga o'zimiz haqiqiy musulmon oilasi bo'larsak-chi desa, cho'qim bolalarimiz-mo musulmon bo'lib cho'ng bo'ladi. Lekin ota-ona tugishib ketgandan keyin, ota-ona asmalasiya ulab, uning oldida halqa jamiyatning hech qanday farq qilmagandan keyin, jamiyatdagi boshqa insonlar bilan bo'lgan farq qilmagandan keyin nima ish kelib chiqdi desa, aşağının maktablarda o'qigan bolalar shuning bilan andin ashunda dindan yiroq cho'ng bo'lib, halqa shu ota-onasi o'lib ketsa, balkim 2-3 avlod özünü men Uygur deydigan evlatımı belki qilmaslik mumkin. Şunun için bunu zitlaştırış emas, bugün bizning mas'uliyatimiz nima desa, bu chet eldagi, muhaciratdagi xalqimizni qo'g'dab qilish, boshqa millatlar bilan to'ylashib, arilishib, o'zining kimligini yo'qotishning oldini olishning birdan bir muhim yo'li nima desa, cho'qim xalqni dindor qilish, taqvodor bir musulmon qilish. Bunda desa alqi bundaq deganlikning o'zi hamda alqi debto masalan alqi ba'zi deydigan ba'zi kishilar, qarindoshlar, bizning xalqimizdan chiqqan bir qism kishilar dindorlashib ketgandan keyin balkim shu yerlik millatlar bilan bo'lgan munosabatda bu munosabatlar uzilib, tar doiraga kirib qoldigan ish bo'ldi. Asli ish bundaq emas. Biz sağlam bir dindar musulmon deganda desa, dinni yaxshi tushungan bir odam chuqum har qandaq bir jamiyatda bo'lsa, har qandaq bir yerda bo'lsa, bu chuqum mevrik daraxtga o'xshaydi. Buningdan qat'iy ziyon kelmaydi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda vaqulu lin-nasi husna dedik. Lil muslimina emas. Vaqulu lin-nasi husna. Bütün insonlarga sizlar yaxshi gap qilinglar, chiroyli gap qilinglar dedik. Ya'ni bir inson, hatta iman etmagan bir insan men musulmoncha yaşay. Musulmonlar qandaq yashasa shundaq yaşay deb yashasa, o musulmon, o inson cho'qim o'g'irlik qilmaydi. Zina qilmaydi. Aroq sharab ichmaydi, masalan, tamaki chekmaydi. Yolg'on so'zlamaydi, qo'ymachilik qilmaydi. Nurg'un askishlar bor, bütün insonlar asosan yomon ko'radigan sog'lom insonlar. Muşuların hiç qaysini qilmay bir musulmondek yashasa cho'qim hamma odamning oldida cho'qim ba'zab yaxshi odamkan deb yashay oladi. Albatta bunga iymon qitilsa, cho'qim bu iymon bilan bu inson nada bo'lsa cho'qim o'zining qo'shnilariga yaxshi muomala qilish kerak, o'zining pokizligiga, tozliqqa rioya qilish kerak, savdo sotiqda aldamchilik qildigan, qo'ymachilik qildigan ishlardan yiroq ketish kerak. Ya'ni nurg'un islom axloqi bir musulmonni jamiyat cho desa yaxshi yashashga, kishilarga yaxshi muomala qilishga buyuradigan din ma. Demakchi o'g'illari, ya'ni masalan bir musulmon Yevropadagi boshqa millatlar dinlar bo'yicha yashasa, o'zining haqiqiy musulmonlik obrazini jonlantirib ko'rsatib, o'lgulik holida yashasa, balki o yerda yo'qolib ketmasdan, ojizlamasdan o'zining diniy milliy kimligi texmi kuchaydi. Texmi kuchayib yashay oladi. O'lik musulmon bo'lib yashang deganlikning o'zi haqqi o'myon. Masalan, kulib haq muomala qilmang. Qo'shningizning ishkining oldiga axlat tashlab qo'ying. Qo'shningiz bilan bir joyda uchrashib qolsangiz qat'iy gaplashmang, men qarab men degan gap emas u. Musulmonning ishi emas u. Ya'ni musulmon degan cho desa, qo'shnisi kim bo'lishidan qat'iy nazar, uningga yaxshilik qiladigan, uningga tomoq sunadigan, yo'lda uchrab qolsa yaxshi gap qiladigan. Ya'ni islomni tushunish lozim. Bu islom va qulu lin-nasi husna degan din ma. Ya'ni o'zining bütün insonlarga dushmanimiz bo'lmasa, tajovuz qilmagan bo'lsa bizga bütün insonga shu yaxshilik bilan muomala qilishga, yaxshi gap qilishga buyuradi. Go'zal axloqimizdan ta'sirlanib, masalan, musulmon bo'lg'dak holatda yashash kerak shunday. Albatta shunday qilish kerak. Ya'ni nurg'un ashunday odamlar bor. Ana ashunday insonlar mana izdansa, yazsimi chiqadi. Nurg'un musulmonning kichikkina axloqidan ta'sirlanib, musulmon bo'lgan nurg'un odamlar bor.
Yana bir mesele hamda bu yakında yani xuddi bizim xalqimiz musulmon holatda yashasa bo'lmaydigandek, musulmonchilik bilan davlatchilik zid keldigandek, bizning xalqimiz xuddi bir musulmon xalq emasligidek fikrlarni o'tirib chiqdi yaqinda. Bu haqda qanday ko'z? Bu halqa nima desa, yaral desak, dinlar nimani ayirib tushunsak deydigan. Bu halqa nima desa, xuddi bu bizningki o'zimizning millatining musulmon xalq ekanligini bilmaydigandek, ya'ni tarixdan beri shunday bir. Bu halqa bu e'tiqodningki zolim qarshi turishdagi rolining ne kadar zo'r ekanligini. O vatanni halqa biz bu chet elda mush bo'layotgan ishlar nimani isbotladiki desa, chet eldagi bizning tabiiy muhim namoyish qilish, uni qilish, buni qilish, hamma ish muhim. Mayli imzo qo'yish bo'lsin, zolim qarshi har qanday bir ish muhim. Lekin bu ish bilancho vatanni ozod qilish bu nəhayət qiyin. Belkim qiyin bo'lmaydi. İnsanlar tarixida asosi bo'lmagan. O bek az uchraydigan ish. O nəhayət aciz davlatlar, kichik davlatlar, xalqaro cho'ng davlatlarningki manfaati shu davlatning bir qismini masalan mustaqil qilish yoki ayirib berish ma'lum din egallariga ya ma'lum bir millatga ayirib berish masalasida cho'ng davlatlarning manfaati birlashib qolib, aciz davlatga besim qilib, voy ma haqni ya ma rayonni sen mana bersan, bu ma'olning ziminiti deb bu nəhayət az sonda o'rnak bo'ldigan masalalar bor. Lekin biz bugungi kunda ko'ryapmizki, Xitoy unday emas. Yani bugungi kunda Rossiya Ukrainaga hujum qilib urush ochdi, butun dunyo e'tirof qiladigan bir davlat. Butun Amerika, Yevropa hammasi biz qo'llaymiz deb amaliyotda iqtisod bilan qurol bilan qo'llayotgan bir yerga urush ochdi hozir. Hozir 2 haftadan ochdi, urush qilyapti. Nima uchun? Avval nima uchun Rossiya gapini anlatamadi desa, Rossiya dunyodagi cho'ng bir kuch bo'lib chiqqan. O'zining o'g'lilar urushib, Rus bilan bevosita urushib qolg'isi yo'q hech kimning. Shu sababdan cho desa, Ukraina hujum qilyapti. Xitoymi iqtisodiy tarafdan Rossiyadan zo'r bir kuchda qan. Demak, bu masalalarning cho naqadar murakkabligi chiqyapti bu yerdan. Bizning da'voyimiz xalqaralashdi, BDT'de bizning gapimiz bo'ldi. Yevropa necha davlat manda qirg'inchilikni e'tirof qildi. Bu yo'lning hammasi yaxshi ish. Lekin bu bo'layotgan ish biz maqsad qilgan g'oyaga bizni yetkazamdi desa, hozir ko'rib turyapmizki, yetkazdigandek emas. Shuning uchun sharoit yetilib, Xitoy bilan bir narsa deyishadigan bir kun kelsa, shu qum jinni ataydigan, jenim qurban bo'lsin meyli, melim kessin meyli deb hamma narsani ataydiganlar yana kim bo'ldi desa, shu taqvodor musulmonlar bo'ldi. Ma dunyoning oxirati va men mavad uylab ketsam, Allohning dargohida menga hayotman, Allohning roziligiga erishiman, jannatga erishiman deydigan insonlar, shu qum qurban berdiganlar shular bo'ldi. Shuning uchun biz hozir bu xalqni bo'ladigan bo'libmi dindarlarningki g'azabini qo'zg'aydigan, dinimizga xilof bo'lgan bundaq gaplarni har qanday bir siyosatchining qilish to'g'ri emas. Vatan mustaqil bo'lgan vaqtda shu vaqt nurg'un narsani belgilaydi. Biz hozir bir g'arichmi u yerga ilgirilmay turib, hozir bizning qurban berdigan, o'zining jeni, meri hamma narsani bu vatanni ozod qilish yo'lida atyalaydigan kishilarni norozi qilib turib, nima erishmoqchi? Shu har qanday siyosatchi bundaq gapni qilgan vaqtda ma xalqni o'ylashi lozim. Ma xalqning intilishi nada buni o'ylash lozim. Men gap qila olayman deb ikramga chiqib gap qilaverishning o'zi bu ziraklik, aqlliq bo'lganlikning dalili emas. Xo'sh. Shu qom har qanday bir siyosatchi, har qanday bir olim nima sohada bo'lsa desa, to'g'ri gapni qilishi, umuman millatni baka so'qashtiradigan
millat ichida nurg'un qalayimqanchilik chiqaradigan gapni qilmasligi lozim. Biz masalan ahli ilm bir masalan ayda gap qilamdik. Voy palani degan fasiq namoz o'qimaydigan gukka u bilan biz yo'lda mangmaymiz. Ya palani tashkilot manda qildi ekan. Biz uni bilan bir ish qilmaymiz demdik. Biz balki butun xalqimizningki, mayli Yevropa, Amerikadagi hamma tashkilotdagi butun xalqimiz musulmon bo'lgan ekan, shular bir taqvodor yaxshi musulmon bo'lsa, bir 5 vaqt namoz o'qisa, bir xotin qizlar shariat bo'yicha yassa deb ashna orzu qilamiz. Tabiiy holda. Ülep gitip qasımı bu hammadan bir cennet kirse Allah'ın rahmeti girisi deymiz. Hata yoldu menip vatanını tek asat kılanmay. Andın kıyamet günü yani Allah'ın ki gazıvık uçuraydıgan manda yoldu mağmısı iken. Biz ma dünyada mı? Biz köreş yürüdü mağandın kiyen mümkün vatan azat kılış şerpigi mümkün igi bulumuz mümkün igi bulamayız. Muş oldu ülep gitimiz. Şu dava qilgan qarindoshlarimiz mı bizning millatimizdan men musulmon deb yashayotgandan keyin tabiiy holda bir yaxshi musulmon bo'lib, qalayimqan ishdan yiroq yashab, mush kurash yo'lda biz birga borgandan keyin Allohning rahmatiga qiyomat kuni agar g'alba qilinmagan taqdirda ulab ketib qolsa kim ajal Allohning ilkida jannat kirsa, Allohning rahmatiga erishsa, ma dunyoda taqvatanni azod qilaman deb kurash qilish yo'lida qijilinib yani kıyamet günü Allah'ın gazabı uçuraydigan yoldan yiroq yassız ekan deb şunu ümit qilamiz, arzu qilamiz. Şunu dua qilamiz. Lekin bunu deb cho desa, biz zodi masalan manda dindar, taqvodor musulmon bilan Allah vatanni azod qilish yo'lida mangamiz, boshqadan bilan biz mangmaymiz degan gapni qilmaymiz. Nima uchun desa, ma vatanning davosi, vatanni azod qilish her bir Şarkı Türkistanlık'ın mesuliyeti burcu. Şukum bu azatlık yolunda biz şu dese her kandak bir sağlam bir insan bulduken muş küreş yolunda samimi buludiken kim buluştan kat'i nazar? Onun olan hemkarlış mağımız, davatımız. Hazır kadar hemkarlış vatımız. Yani bu hemkarlıkның davamlışını ümit kılımız. Biz xalqninki sen manda kiyim giydikense mesela sen manda kiyim giygendikin ya muyda yalang'och yuradikansa sen bilan bir joy tumaymiz, mangmaymiz degan gapni cho biz qilmadik. Nima uchun qilmadik? Vatanning davosi hozir muhim. Hammamizning hamkorlashib mengish zarur. Shuning uchun biz Xitoy qarshi turadigan har qanday odam bilan cho hamkorlashib mangmiz deb mengyapmiz. Biz kishilarningki, boshqalarningki shaxsiy hayotiga İslam'dan şunda jiroq bo'lsa-mu, o shaxsiy hayoti, u İslam'dan jiroqlikni vatanning xizmati uchun hamkorlashib harakat qilishda bir to'sanchi deb qaramay keldik. Aralashmay kelyapmiz. Shu biz boshqalarning mucho desa, bizning umumiy xalqimizningki dindor bir xalq bu aslida. Bu xalqning kiyim-kechki, minish turishi, onun chiroy shakli, saqli, onun bunun esilmaslik cho da'vat qilamiz, chaqiriq qilamiz. Bu dunyo hech kishimga, shularga va bizga hech kishimga voy sizlarda oshiri shularning qarshi bo'yicha musulmon bo'lg'achqa biz sizlarni qo'llamaymiz. Sizlarda boshqa bir dinga e'tiqod qilib bersanglar, undan qo'llaydik degan bir gapni anglamadik biz bir kishimdan. Hammadan hozirga qadar Uyg'ur musulmonlari deb yozilur, Yevropada bo'lsin. Hatta anladık, ben Müslüman emestem dese, Uygur'da mesela panalık tileş cedvülüde, ben Müslüman emestem dese o yalgancılık kılma. Kanda sen Müslüman bulmaysa da bir şey etmeydi ki aşağı gelen. Bu şuna bir kalık. Hazır mesela dünya bütün İranlık ile muamele kılıdı. İranlık'ınki ayında saklı var. Mesela ayallarının beşir yağlığı var. Nurgullarının yüzünü yapıdı. Mesela hazır nurgun devletler Afganistan bilen muamele kılıp onun saklı, onun dindarlığı hiç kişinin putlaşmadı. Yüzünün hakkını can verip, kan verip attı. Yani hem devlet erbapları şolunu kütüdü. Hatta bizning vatanimizda hech nimaga yo'l qo'ymayotgan Xitoymi o'lni kutiranda bugungi kunda. Demak, vaqti kelsa bu dindorlik, ma'lum kiyim-kechak yoki bu ishlar
ma'lum davlatning bir xalqni qo'llashga agar boshqa ularning manfaati shunga to'g'ri kelib qolsa qat'iy tursan bo'lmaydi. Shuning uchun biz hammadan shu desa, xalqning umumiy e'tiqodini hurmat qilishni, umumiy milliy qarashlari, diniy qarashlarini alohida hurmatlashni umid qilamiz. Bakadan baka bu jildi bir qatim bir ziddiyat taraf bu yerda biz biznes deb uningdan raddiya yozayotgan, ba'zi raddiyalar mumkin chekindirishi masalan ilmiy uslubdan chiqib ketish mumkin. Andan qarshi tarafdan uning qarta boshqa gaplarni qilib bu yerda jidil o'ynab o'zaro manda arliqqa nurg'un xafalık sebepçi bulduğun işini qilishdan har qanday bir siyosatchi, har qanday bir ahli ilm, mayli ziyoli olsun, mayli diniy olimlar olsun, hammadan şu bunda xalqni o'zaro ziddiyatga soladigan masalalarga kirmaslik lozim. Rahmat amallam. Yuqorida azroq to'xtalib o'tdilar bu masalada. Hamda yana xalqimizning ichida shu bizningki Uyg'urlar bek dindar bo'lib ketib qolsa, o'zining milliy kimligini unutib qoldi, arab bo'lib ketdi yoki turk bo'lib ketdi, boshqa millat bo'lib ketdi deb xalqning o'tirsa, shunday shubhani taqib xalqning kallasini qayilmoq turishga o'rnatgan fikrlarni pat-pat o'tirib chiqib turdi. Buningga eng hayron qolarlik ish, masalan, hayron qolarlik ish. Bugün Avrupa'da az sanda bo'lsin Hristiyan bo'lib ketgan Uyg'urlar bor. Az sanda shunda bo'lsin Hristiyan bo'lib ketganlar bor. Hatta şu qarindoshlarimizdan Hristiyan bo'lsa nim bo'pti, o'zining ishi, o'zining tanlashi deb xalqningki Hristiyan bo'lib ketganligidan iborat bunimi o'zining tanlashi erkinligi deganlar bor. Şu yozuvchilardan, da'vogarlardan u hurmat qilindi ekan. Hristiyan bo'lib ketsa, uni hurmat qilish kerak ekan o erkinligini. U milliy da'voga ziyon yetkazmaydi ekan. Hristiyan bo'lishdan ensirmaydi. Uningdan ensirmaydi ekan. U vaqtda voy bizning milliy kimligimizni qo'g'dab qolish uchun xalqimiz Hristiyan bo'lib ketsa bo'lmaydi degan bir narsani yozgan ma'lum ziyoli, ma'lum shaxslardan shu uni his qilmadik. Balki u hurmat qilinyotdi. Hurmat boshqalar uni hujum qilsa, hurmat qilish kerak. O'zining tanlashi deb dindar kesimgacha zarbalar bo'layotir, ayblashlar bo'layotir. Hazab uni hurmat qilish kerak ekan. Hristiyan dini bizning vatanimizga nisbatan eng yangi bir din endi. Xalq ichida yo'q bir din. Mushundaq bir dinga agishishning o'zi milliy da'voga zini yo'q ekan. Bir musulmonning dindar bo'lishi, taqvodor bo'lishi milliy da'vo qanday bo'lib ziyonli bo'lib qoladi. Milliy kimlikni qo'g'dash qanday bo'lib ziyonli bo'lib qoladi. Ya'ni hamma odamni hurmatlaydi. Hristiyan bo'lib ketganni hurmatlaydi. Shildi bir qatim atlas to'ni kiyib qo'ydigan, dop kiyib qo'ydiganni dop bayrami deb, dop bayrami bo'lgan kunda uni hurmatlaydi. Boshqa vaqtda Yevropalik ya Xitoydan farqi yo'q yuriydi. U erkinligi. Uning milliy da'voga zini yo'q. Yani bir musulmon ayolning o'zini yepib turadigan bir kiyimni kiyib yurishi milliy da'voga ziyonliqmi? Qaysi aql bu? Qanday fikr yurgizish yo'li bu? Buni shu shaxslar shunda da'vat qilib obdan o'yinib baqish kerak. Bu bizning xalqimiz 1100 yildan beri musulmon. Zodi har qandayga bu hatta bizning vatanda masalan ay harg'ichib o'ltaga odamga kafir desa ochiq kelgan haqma. Nishkeshkimi voy sen fasiq ya kafir desa chapani serib urishlar. Balki o'sha odamning o'zigami o'sha fikrni qilganligimi siz musulmon emasmi deb so'rab qolsa qabul qilishi mumkin. Voy men musulmondim. Men musulmon deydi. Shunda bir musulmon xalq. Bu musulmon xalq islom uningdan talab qilgan bir kiyim-kechakni kiysa. İslam talab qilgan hayotni yassa, aroq sharobdan jiroq masalan. Tansipansirdan jiroq. Yassa qanday bo'lib bu milliy kimlikka zid kelib qoldi bu. Yani bunu bir o'ylanish kerak aql egillari. Her çoğun yerde o'qigan, her yo'g'on unvonga erishgan insonlar bo'lgandan keyin çoğun yerde yashagan. Uning ustiga eng erkinlikning onasi
deb tunilgan demokratiyaning shu markazida yashayotgan insonlar bu. Amerika, Avropa degan demokratiyaning eng gullangan yeri deb butun dunyoda shunda jar soldigan ya. Erlar bilan to'y qilsin bu o'zining erkinligi deydigan. Ayollar bilan to'y qilsa o'zining erkinligi deydigan. Ishti bilan akish to'y qilsin bu o'zining erkinligi deydigan. Shunda bir ya. Shunda erkinlik da'vo qiladigan shundaq muhitda yashagan turib, nima uchun bu musulmonlarning yashash uslubini yaşaşdiki qarşı Uyg'urlar ishidiki dindarlarning yashash uslubi nima uchun ular yoqmaydi? Nima uchun bu tanlashni ular hurmat qilmaydi? Shuning uchun ma masalalarda har qanday odamcho'z desa zehnini sal etishi lozim. Kallasini bir silkib yutib, g'aflat uyqusidan uyg'onib, uni yoqchi mandaq gaplarni g'aflat uyqusidan uyg'onsa cho'qim qilmaydi buni. Bizning milliy kimligimizni saqlab qolishning birdan-bir yo'l nima desa, bu dinni saqlab qolish bilan bo'ladi. Xitoyning maqsadi gapimiz zidlik var. Bir tarafdan bizning milliy kimligimizni saqlab qolayotgan vatanning ichida Uyg'urlarningki tarixdan buyon Xitoy osmonasiya bo'lib ketmay, milliy kimlikni saqlab qolishda islom dinining roli nihoyat zo'r. Asası birden-bir qalqon bo'lib keldi. Birden-bir qalqon bo'lib kelgan vatan ichidagi Uyg'urlarningki. Shuning uchun Xitoy islom diniga hujum qildi. Ma to'g'ri gap. To'g'ri tahlil. Alqishlashga tegishli gap. Men alqishlaymiz. Men to'g'ri tahlil qila olgan bu masalada. Yani islom dinining xalqimizni qo'g'dab qolishdagi muhim qalqon ekanligini e'tirof qilish bu to'g'ri bir qarash. Xitoyning qiyg'ini zodi shu. Bu vatanning ichida qalqon bo'lgan bir din, islom dini chet elda qanday bo'lib bu ziyonli bo'lib qoladi. Bunu bir xato, mantiqsizlik endi bu. Bizning masalan Xitoy deydi, Xitoyda 56 millat var. Xalq Cumhuriyeti deydi şuna. 56 millat var deydi. Hazır şu milletin qanchalik qoldi amaliyotda? O milletin 80%'inin çıkıp tügidi. Fakat depterdi bağımdı. Palani millet, pustani millette. Hemmisi Xitoylashib ketdi 80%'nin çıkı. Biz Uyg'urlar nima uchun bunda qilib qoldik? Saqlanib qoldik bugun qadar desa, din e'tiqodning sababidan. Yani islom diniga bo'lgan e'tiqod bizni saqlab qoldi. Chunki bu e'tiqod bizni Xitoylarga tegishdan chekildi bizning qizlarimizni. Bizning o'g'illarimizni Xitoylar bilan o'yinishdan chekildi. Bu e'tiqod Xitoylar bilan ham do'stqon bo'lib tamoq yeyishdan chekildi. Bu e'tiqod bizni Xitoyning oshxonasiga berishdan chekildi. Xitoyning pishirgan tamoqlarini yeyishdan chekildi. Hatto Xitoyning kiyim-kechaklarini, urf-odatlarini o'zlashtirishdan mush e'tiqod chekildi. Shuning uchun biz saqlanib qoldik. Eng kuchli bo'lib. Qachoniki e'tiqoddan ayrilsak tugishimiz biz. Bu chet eldagi e'tiqoddan ayrilib yot millat bilan to'y qilgan qizlar, yot millatni olgan yigitlar tugashmasmi? Bularning avlodi nima bo'ladi masalan? Shuning uchun biz yo'q yerdan bu yerda milliy kimlik bilan diniy kimlikni biz suqas soldigan ishdan cho'q har qanday bir aqlli siyosatchi pishqan ahlilim buningdan saqlanish lozim. Bu ikkisi ajoyib biz bilan bizning milliy va diniy kimligimiz biz bilan yo'g'rilib ketgan. Bunu ayrıyman deyishning o'zi vatanning davosini kechiktiradigan, millatni bo'ladigan, cho'qim nurg'un hamma narsani mush dini millat uchun ataydigan kishilarningki g'azabga uchrashga sababchi bo'ladigan bir yo'linish bu. Shuning uchun bundan har qanday odamcha saqlanish lozim. Xo'sh, tamam, Allah razı olsun. Endi başqa bir temaga o'tsak, yani shunga munosabatlik. Şu 2-3 kunning mobaynida hamda WhatsApp'da bir ovoz taqilgan bo'ldi. Bu ovozda bir kishi Yevropada turadigan bir kishi debdi, hamda bu Sharq Turkiston ulamolar birligi Xitoyni dushman deb qaramaydi yoki
Şarkı Türkistan Ulamalar Birliği'nin içi de men biladigan kurashgan bir xil a'zolar bor, ba'zi bir qism a'zolar. Bular Xitoyni dushman deb qaramaydi. Shunga bu ba'zi ishlarga Ulamalar Birligi va ko'z yumadi degandek yana o'zininki bir safsatisini taqatgan bo'libdi endi. Uni hammamiz angladik. Hamda sizlar Sharq Turkiston Ulamalar Birligininki rais vakili bir sifatli bilan bu masalaga qanday javob beriladi? Xalqqa masalan qanday bir tushuntirish bilishni to'g'ri ko'riladi. Birinchi bo'lib, Arabda ismun ala musamma deydigan bir gap bor. Bu nima gap desa, bizning tashkilotimizning ismi nima desa, Sharqiy Turkiston. Ya'ni mani har qanday manda gapni qilishdan burun har qanday qadam cho desa, mani o'ylanish kerak. Bu yerdagi Uyg'ur Ulamalar Birligi deb emas, hatto bu Sharqiy Turkiston Ulamalar Birligi deb mush qo'yishdi desa, mas siyosiy maqsadda bizning naqadar ziminni birdan-bir bu yerda asosliq o'rin qo'yishdiki, nimamiz chiqdi. Mencha aslida bunday pichak gaplarga javob berish o'tirish hajatsizda. Ama bu Ulamalar Birligi uchun bir tuhmat bo'lganligi uchun, ya'ni xalqimizga biz jim tursak, javob bermay tursak, xalqimizning ishini az qism ba'zi bir az sondagi qarindoshlar mana shunday deb qaraydiganmidi deb ko'ngliga shak tushib qolmasin deb buni bir ochiqlashtirishni ma'qul ko'rdik. Tabiiy holda Sharqiy Turkiston Ulamalar Birligi deb qo'yishdagi maqsad nima desa, bu ulamalarning birdan-bir g'oyasiningki shu Sharqiy Turkistonni asliga qaytarish ekanligini ifodalasi o. Bu yerda qurilgan jumhuriyatlar bor. Sharqiy Turkiston islom jumhuriyatlarida 33-44dagi shu jumhuriyatlarni asliga keltirish bu birlikning g'oyasi bo'lg'achqa, eng muhim g'oyasi birdan-bir g'oyasi, birinchi g'oyasi shu endi. Shunga Sharqiy Turkiston degan ismni qo'llangan buni. Shuning uchun har qanday qadam manda gapni qilishdan burun bu nima uchun Sharqiy Turkiston deb manda ism qo'ygandi, Sharqiy Turkiston Ulamalar Birligi deb buni bir o'ylanish lozim. Ikkinchi bo'lib biz u zotdan talab qilamizki, agar tunaydigan bo'lsa, Sharqiy Turkiston Ulamalar Birligidagi a'zolar ichidan kimninki bizning dushmanimiz Xitoy emas, balki Yahudi Nasoralar, chunki Xitoy deb Qur'oni Karimda yo'q deydigan ashundaq bir azon tunaydigan bo'lsa, yoki bir azoning yozgan yozmasi, yoki ovozliq videosi, yoki bir so'rinda o'ltirib nechadan bayadi ashundaq degan gap bo'lsa, biz u zotdan darhol shuni o'ttirib qo'yishni, shu dalilni. Mana faloni adam Sharqiy Turkiston Ulamalar Birligidagi falon vaqtda mag'iyatni qiygan. Xitoy bizning dushmanimiz emas, Yahudi Nasoralar bizning dushmanimiz degandi deb buni dalilni bilan o'ttirib qo'ysin. Biz buni talab qilamiz. Xo'sh. Agar dalil bilan buni o'ttirib qo'yanmasa, buni shundan ham havoga kassa urib tapgan gap bo'lsa, bu bir tuhmat urdi. U o'qigan zot unda bo'lgandan keyin birinchi bo'lib bu tuhmatga Allohga tavba qilish lozim. İkinci bo'lib cho'qim Sharqiy Turkiston Ulamalar Birligidan uzr so'rash lozim bo'ladi. İnsofli inson bo'lsa. Nima uchun desa, bu yerda biz Ulamalar Birligida bulayotgan gap, tashviqotlarimizda bo'lsin, yozmamizda bo'lsin, bizning birdan-bir qarshi turadigan, kurash qiladigan, qinimizni, melimizni tikadigan dushmanimiz Xitoy. Xitoydan vatanimizni ozod qilish har bir musulmonning burchi, mas'uliyati. Boshqa yerdan u ham bu yanda yurishning o'zi bu to'g'ri emas. Bizning Xitoydan boshqa kurash qiladigan dushmanimiz yo'q deb mushni tashviq qilyapmiz biz. Tarixdan bu yan. Mush nurg'un tashviqotlar turib, mush haqda nurg'un yozmalar turib, yana bu gapni jur'at qilib qila olgan inson bunun dalilini ko'rsatsin. Agar shu azaldan videolik bo'lsa, uni o'ttirib qo'ysin, yozmasi bo'lsa o'ttirib qo'ysin, so'rinda degan bo'lsa, palani bir so'rinda mushunda deganti palani aza desin,
Çokum her kandak bir a'zo bizning içimizden, bizning düşmanımız Xitoy emas, belki Yahudi Nasara bizning düşmanımız, Xitoy bilan bizning karımız yok deydigan a'zoni biz uqanmagan bo'lsak hozirgacha, bu adam bizga pash qilib bersin. Undaq a'zoning çokum Sharq Turkiston ulamolar birligida a'zo bo'lish salohiyati yo'q. Çokum a'zolikdan qo'g'limdan adam bo'lib qolsa. Endi adam bo'lib qolsa biz va'da qilamizki, a'zolikdan qo'g'laymiz biz. Chunki bizning g'oyamiz, maqsadimiz Sharq Turkistonni ozod qilish. Shu yo'qgan, yimirilgan cumhuriyatni cho asliga keltirish. Shuning uchun bu maslik qartachi desa, guvochisi bo'lsa, dalili bo'lsa o'tirib qo'ysin, bo'lmasa Allohga tavba qilsin, bizning a'zolarni cho kechirib so'sin. Bu alqa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid deydi Alloh subhanahu va taolo. Har qanday odam bir gapni qildi ekan, cho'qim bu gap mayli az bo'lsin, jiq bo'lsin, hatto bir og'iz gap bo'lsin-mu, buni yezib qo'ydi. Qiyomat kuni buning hisobi bor. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bizning mayli yozganimiz, og'zimizdan chiqqani, ko'zimiz bilan hamma ish shu bizning a'zolarimiz mas'ul o'zidan sodir bo'lgan ishqa. Shuning uchun bu zotni biz cho'qim tavba qilishga, agar dalili bo'lmasa, dalili bo'lsa o'tirib qo'yishga. Dalili bo'lmasa shu tavba qilishga chaqiriq qilamiz. Deydigan boshqa gap yo'q bu odamga qarata. Allah razı olsun. Allah hammalarga hidoyat ato qilsin. Ustozim de oxirgi savol. Masalan, Falastinlik deyli bizga o'xshash, masalan, bir Falastinni İsrail ishg'ol qilib olgan. Yoki biz Sharq Turkistonlik bo'laylik, yo bir boshqa bir qanday bir millat bo'lsin. Mushu millatninki bir davlatning a'zolari hamda shu mundaqib aytgancha bo'lsa, bizning Uyg'urlar Xitoyni bizning haqiqiy dushmanimiz deb qaramay, qarshilik ko'rsatgan, vatanning ozodligiga harakat qiladigan qanday ish bo'lsa, birdan-bir kuchni shuningga qaratmay, boshqa yerdan dushman izlash ahvollari ko'rilsa, ya'ni shunday savollarmi bor ekan hamda. Shunday fikrlarga buni qanday qaraylar? Birinchi bo'lib, har qanday bir musulmon o'zininki mas'uliyatini tunish lozim. Alloh Qur'oni Karimda nima degan desa, bir oyat karimida sizlar Alloh yo'lida pul xarjlagan vaqtingizda eng boshda o'zingizga eng yaqin kishilarga boshda xarjlanglar degan. Val aqrabun degan ibora bilan. Demak, yaxshilikni kimga boshda qilish lozim desa, eng yaqinga boshda qilish lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalar, ya Rasululloh, men yaxshilik qilishga layoqatlik eng muhim kishi kim o deb so'ragan vaqtda onang deb javob bergan. Takror so'ragandan keyin shu dadang degan. Ya'ni boshqa tilda onang, dadang, tog'ang, ammang deb ashunaq degan. Hatto Peygamberimiz sadaqani, Alloh yo'lida pul xarjlashni kambag'al qilsa, sadaq qilganning mukofotini olgan bo'ladi. Sadaqaning mukofotini oladi. Agar urug' tuqqanning ishidagi kambag'al qilsa shu desa, ikki xil mukofotga erishadi. Birisi sadaq qilganlik mukofoti, yana birisi urug' tuqqanlik munosabatni bog'laganlik mukofoti degan. Shuning uchun olimlarimiz azaldan tarixdan buyon jihad hamma odamga qachon farz bo'ldi desa, jihadu daf'a deb ataydi. Dushman musulmonning ziminiga hujum qilib kelgan vaqtda deydi. Dushman musulmonning ziminiga hujum qilib kelgan vaqtda shu yerda yashaydigan har bir kishiga, har bir musulmonga bir odamdan izn so'ramay, ruxsat so'ramay, ota-onasidan ruxsat so'ramay, ayol kishi o'qas erda ruxsat so'ramay, shu dushman qarshi turish vojib deydi. Demak, bundan nima chiqadi desa, her bir adam evvel o'zining mas'uliyatini tunish lozim. Ya'ni o'zining ziminiga dushman hujum qilib kelgandan keyin shu dushmanga qarshi turish lozim.
Eğer onun karşı duranma yenip çıkan olsa çokum şu düşmenge karşı duruş niyeti bilen başka yerde çoğu turuş lazım. Yani bütün gemi şu Bütün vatani gemi azat kılış burası. şu buluş lazım. Yani üzünün ki çünkü men kutila duna dinihi fehuve şehid. Duna malihi fehuve şehid. Duna irdihi fehuve şehid dedik Peygamberimiz. Dinini qoğdayman deb ölüp kesse şehid. Mal mülkünü qoğdayman deb ölüp kesse şehid. Abroyunu qoğdayman deb ölüp kesse şehid dedi. Muş hadiste demek din deysek bizning vatanimizda şu din deb sende kılınıp durur. Mal deysek vatanimizda mal mülklerimiz ziminden büyük mal yok. Ziminden kıymet bahalı güher yok. Ziminimiz deb sende kılınıp durur. Tabi halde muşuna ulan kuşapçı deyse ay zimindeki mal dünya altın gümüşten tatep uranyum bolsun, nim bolsun hem minası deb sende kılınıp durur, bulunup durur. Hatta şahsi mal mülklerimiz. Şahsi mal mülküm bulunup durur. Hatta abroy dedim. Abroy degen insanın ayalları, kızları, anılları en qoğdaşık tegişlik muşula. Muşula deb sende kılınıp durur. Yani Peygamberimiz muş hadis degen aş üçtürünün hemmisi bizning vatanimizda çoğu deb sende kılınıp durur. Din deb sende kılınıp durur. Mal deb sende kılınıp durur. Abroy tükürüp durur. Unda bolgandan keyin mümkün başka yerde din deb sende kılıngan buluşı mümkün. Lekin mal deb sende kılınmagan yoki abroy deb sende kılınmagan nurg'u yali bor. Shuning uchun eng muhim bo'lgan kurashni cho'qim biz vatanimizda qilamiz degan g'oya bilan turish lozim. Mush g'oya asosida tirishchanlik va tayyorlikni qilish lozim. Biz halqa o't o'chirish atirtirki xizmatchilardek nada o't ko'ysa shuga ko'rib shu o'tni o'chirdim deydigan bo'lib olsak bo'lmaydi. O'zimizning uyda o't ko'ysa hozir ash gaplar bo'ldi. So'raldi. Ukrainaga borib urush qilsak bo'lamdi deb. Ukrainaga borib Rus qarshi urush qilsak bo'lamdi degan ashundaq savollar so'raldi. Uyg'urning ichidan. Uyg'urning ichida mush gaplar yo'q emas bor. Bu mucho desa bizning tushanchimizning naqadar tuvalliki, dinga bo'lgan tushanchimizning tuvalliki, vatanga bo'lgan tushanchimizning tuvalliki, hijrat ko'z qarashning tuvalliki. Hijratning naqadar alqa tuvallikining dalili. Shuning uchun biz umumiy xalqimizni mayli jihad zaminida urush maydonlarida turayotganlar bo'lsin. Mayli erkin davlatlarda boshqa yerda turayotganlar bo'lsin. Hammamiz shu desa, iddimizni to'g'rilab biz o't o'chiradigan xizmatchilar emas, nada o't tutishib ketsa uni o'chiradigan, shuningga ish qiladigan. Balki bizning mas'uliyatimiz bor. Kuyayotgan uy va avada. Kuyayotgan jutva deb buni tunaydigan. Mush haqda bütün men ahli ilmlarning har qaysi sohadagi mayli jihodiy sabtiki ahli ilmlar bo'lsin, mayli sirt dunyoning har qaysi joylaridagi ahli ilmlar bo'lsin, mush ideya, mush fikrni bütün xalqimizga alohida ishchirishni talab qilaman, umid qilaman. Hammamiz tayyorlik uchun nada tursak mayli. Men shu zolim qarshi turish uchun tayyorlik qilish bosqichida nada turib tayyorlikni joyida qila olsak, shuni qilsak bo'ladi. Lekin eng xatarligi nima desa, mening mas'uliyatim u emas hozir. Mening mas'uliyatim u Xitoy zolim bilan kurash qilish emas. Men nada kurash bo'lsa, nada jihad bo'lsa, shu yerda qilaverdig'ini degan tushancha kelish bu nayt xatarlik, ma dinni ham joyida yaxshi tushunmaganlik, ay yuqorida payg'ambarimiz o'tirib qo'ygan hadislarni bilmaganlikning dalili. Shuning uchun biz xalqimizdan nada bo'layli insonlarning qatidan har xil dushmanlarni paydo qilmay, dushman izdimay, bizning dushmanimiz kurash qildigan, jihad qiladigan, biz canimizni, malimizni tikishlik dushman, Xitoy kommunistlari degan tushanchaga kelishni
Çoxum hazır asas hemmeden digidek muş düşencini de bilmen. Muş düşencini texmu ta'kidlash, texmu bunu xalq işidi ço bu düşencinin yıldızını texmu chunqurlashtirishga harakat qilish har bir ahlilimninki, har bir fikir egisininki mas'uliyati deb qarayman. Allah razı olsun. Ben sizga yuqoridagi bayon qilgan hadisga asosan shuni xulosalashni muvaffaq ko'rdim. Biz Sharq Turkiston musulmonlari uchun hamda agar biz jihad qilmoqchi bo'lsak, eng muqaddas ulug' joy jihad maydoni Sharq Turkiston ekanligi, Allah yo'lida ya'ni fisabilillah jihadga tayyorlik qilish uchun mol haydamoqchi bo'lsakmi, yana shu Sharq Turkistonning ozodligi uchun bo'layotgan harakatlarni yordam qilishning har bir musulmonning yana zarur majburiyati ekanligi. Şunun bilan birga biz Sharq Turkistonliklar muhajiratda o'zimizninki muhajir ekanligimizni, vatandan nima uchun, nima maqsad bilan chiqqanligimizni cho'ng kichik, qari yosh, ayol, yoshlar hammamiz bir minutmi ko'nglimizdan chiqarmaslikni intayin muhim ekanligini ta'kidlashni to'g'ri ko'rdim. Allah razı olsun. Özür dilerim, Allah razı olsun. Saatimi tuşab qoldi. Endi shu kunimizdagi qaraydigan bo'lsak, har xil xato fikr ba'zi bizning Uyg'urlarning misli azdiradigan, yo'lidan azdiradigan to'g'ri yo'ldan. Ba'zi ko'z qarashlar bazaga silinayotgandi. Buni bir qism qarindoshlarimiz farq etalisimi, yana bir qismlar bilinmayotdi. Bu shundoq bir vaziyatda xalqimizga nimani tavsiya qiladi? Eng oxirgi savol. Bundaq bir vaqtda biz Allah Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin deb bir oyat bor. Iymon etgan mu'minlar, sizlar rostli kishilar bilan birga bo'linglar. Ya'ni rostli kishilar bilan bir safda bo'linglar degan. Shuning uchun biz xalqimiz bir musulmon xalq. Musulmon xalq bo'lg'achqa bu xalqni ash musulmonlikqa vakillik qila oladigan, chuqum bu xalqqa xiyonat qilmaydigan sağlam musulmon sipi bilan birga turishga chaqiramiz. Bütün haliqi buguni bilan atisi o'zgarib turadigan, o'zgarishchan, fikri turaqsiz, bugun bir narsa desa atisi uning aksini qilishdan numus qilmaydigan bunda adamlar bilan bunda adamlarning gapiga go'lg'olab yurmay, mansublik da'vogarlar o'zining mansubiyati aniq rasul kishilar bilan birga bo'lishga va shundaqla har xil mayli g'arazlik yoki g'arazsiz holda bu rasul kishilar haqida bo'lgan gaplarga ishonmaslikka. Bu o'z qarshi taraf dalil o'z o'tirib qo'yish kerak. Bo'lmasa quruq gapni anglaplamcho, voy ashunam ekan deb buning ishinish ajoyib ziyonli bir masala. Shuning uchun xalqimiz agar shunda gaplarni anglab qolsa, shu kishiga yoki shu kishi mansub bo'lgan tashkilotdan so'sa, sizning haqqingizda shunday gap anladik, rasmo, bu qanday gap, sizni biz bunda tushundik desa, cho'qim shu kishi yoki tashkilot bunga yetarli javob beradi deb qaraymiz. Albatta javob berish kerak. Javob berish kerak. Bu yerda biz haliqqa o'zimizning mansubiyati aniq bo'lsa, rasul bir jamoat bilan birga bo'lsak, bu kurashni hammadan qo'ldan kelishicha buni kuch chiqarishi har bir insonning mas'uliyati. Mushuni tusanji bo'ldigan ushaqcha gap haliqqa xuddi bir malaika cemaatine tepip andım mağdim deydiğen düşünce bilen mağmen dese çokum malaike bu dünyada yok. Şu insanlar bilen meğiş lazım. Bu insanlardan mümkün ançı kemçillik ya hatalık sadır buludu. Lekin nisbetki qaraş lazım. Kimden hatalık qançılık derecede? Kimden hatalık qançılık derecede? Dep manda qarab özünün aqli fikri bilen düşünüp çokum davada samimiy rasul bo'lgan kishilar bilan birga turib bu sapni kuchlantirishga
harakat qilish har bir musulmonningki, har bir Uyg'urning burchi va mas'uliyati. Allah razı olsun davamlı. Programımızı inşallah akıllaştırayım. Hürmetli televizyon kardeşler, bunun bilen sual ve cevap namlı programımız ahırlaştı. İnşallah kiler hep tükürüş ümidi bilen hemmalarını Cenab-ı Allah Teala'ya tapşırdık. Hayır, hoş, aman olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.